Dodge bilan mana shu Ford Fusion yomon bog'liqlik joyi bor. Chunki ikkalasi ham amerikanskiy mashina. Ford Fusion eng qizig'i bu gibrid. Narxi va shishkalari bor-ku. Buni qarang, Fordga xos xususiyat. Mana shu eshigida kodlar bo'ladi. Nomni bosib, kod qo'yib kirib ketaverasiz. Ekranni ham nomni bossangiz, 2 marta like bosiladi. Hozir bosib qo'ying jigat, chunki vobshe zo'r narxga qo'yilyapti. Buni navorati lekin zo'ragan bor-ku. Kerak bo'lsa Malibu birdan yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'yladim. Multimediyasi ham aynan Dodge'imdagi amerikanskiylarda menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Skorsi ham bunaqa shaybali. Abduqayim jigar xolasangiz o'zingiz bosib oling. Bilaman, pulni betiga qaramaysiz. Puldan muammo yo'q, lekin g'iz-g'izdan pomga chiqib kelishga balki zo'r variantdir. Kakras Abduqayim ismi ham noyob, kamyob bu mashina ham bizda juda ham kamyob. Lekin Yevropalarda, chet ellarda vobshe sevib haydashadi. Lukli, probegi 92 ming, holati qarang, tiniq bo'lib turibdi. Oldi kapot kiriladi, kraska tegan joyi bor. Bu necha, mana gibridligi uni yuvib ketadi. Narxi vobshe zo'r. 17800 ga qo'yildi bu mashinani. Talash bo'lib bir aka zaklat berib tekshirib olgan edilar. Pul beradigan kunlari kuttirganlardan keyin pul topolmay qolibdilar. Yaxshi ham topolmaganlar, endi sizga nasib qilyapti. 16800 ga vobshe shikalatlar, srochniy bosib yuboring.